Hürmetli vatandaş, leksiyalarımız tügüdü endi muhakeme kılıp akaydı. Bugün çislak 2023 yıl 10. ayının 25. günepteki çarşamba vatandaşım. Vaziyeti görüp öttünüz. Mesela Reis Xi Jinping bankını tekşirdi iktisadi ahvalına çağır. Muşundaq beytem iktisadga münasibetlik, anda xalqaro vaziyetga münasibetlik. Mesela Prezident Vladimir Putin ağrıp kaldı. Bununla münasibetlik kaldı, ciddileşti ve korkuş. Ensirashlar paydo bo'ldi. Reis Xi Jinping dedi. Şuna Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilish uchun Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ni avatdi deydi. Wang Yi xabarlar kelib bo'ldi. Biz bu to'g'ri to'xtalmadik. Vatandaş konkret oldi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan nimalar to'g'risi suhbatlashdi. Bu to'g'rida konkret masalaga o'tirib qo'yilgan emas, abstrakt gaplar, burungi zamonning gaplari. Anda bir yerde Wang Yi Amerika'ya keladigan iki ihtimallik. Birincisi muqarrar ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken bilan ko'rishdi. Undan keyin yana bir xabarda Aqsaray bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'rishdi. Anda yana bir xabarda ko'rishtilishicha Prezident Joe Biden qabul qilib ko'rishib qilishi mumkin Wang Yi'ni. Agar Wang Yi tashqi ishlar ministri Jungoning bir yerga kelib bu qatim Prezident Joe Bidenning qabul qilishiga ko'rishib bir ishki jumlada parang qilishiga erishadigan bo'lsa, u vaqtda Jungo Amerika munosabatida zo'r o'zgarish paydo bo'lgan bo'ladi vatandash. Buning uchun de sizmi qo'ya olaysiz, menmi qo'ya olayman bir savol. Masalan, o'zgarish bo'lsa Amerika Jungo munosabati yaxshilanishga yuzlansa kishilik huquqning taqdiri qanday bo'ldi? Kishilik huquq degan mushqumning taqdiri qanday bo'ldi? Agar Jungo hukumati o'zi ishga jihati mushundaq eg'ir vaziyatga duch kelganda Amerikani izlab, yana Amerikada yordam qo'l uzatishni talab qilsa, u vaqtda bu Jungoning o'zining maydoni. Vatandaşım. Agar Amerika Qo'shma Shtatlarimiz 10 yil, 20 yildan bir kishilik huquq masalasi Jungo bilan so'zlashib kelgan mavzular, o'ttirg'i chiqqan masalalar, o'ttirg'i chiqqan ixtiloflar va Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquq masalasi bo'yicha maydoni mushu masalalar bilan bu oxir bir besim bo'lib, Jungo hukumatiga oxirgi hisobda javob berishi kerak bo'lgan masala sifatida bu besimga munosabatli kaldı. Jungoning tashqi ishlar ministri Washingtonni ziyorat qiladigan, hatta Prezident Joe Bidenning ko'rishishiga muyassar bo'ladigan mushundaq bir ahvol o'tirg'i chiqsa, bu yana bir boshqa gap vatandash. Bir tüpki mesele hazır Reis Xi Jinping San Francisco Hindi Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashishni qaror qildi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishi dal o'rinlashtirish. Reis Xi Jinpingning Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishiga o'rinlashtirish va buning uchun yo'l tuzlash deyildi. Undaqda Reis Xi Jinping Amerikaga keladi, San Francisco yig'ini qatnashadi. Mushu oraliqda Reis Xi Jinping masalan qanchalik yo'l qo'ydi? Başka tahlilimizga asosan ondan Amerika Qo'shma Shtatlari qanchalik yo'l qo'ydi? Reis Xi Jinping yo'l qo'ydi, nima masalada yo'l qo'ydi? Masalan, Prezident Joe Biden yo'l qo'ysa, qaysi masalada yo'l qo'ydi? Konkretlik yo'q. Bu to'g'rida hech qanday gap yo'q. Bugun bu yo'l qo'ydi degan gaplar torbatlarda eqib turgan gaplar, men sizlarga so'zlab o'taman vatandoshim. Ondan agar Jungo bilan Amerika bu ikki davlatning munosabati yaxshilanish qarab yuzlansa, ikki davlat munosabatini yaxshilashga yuzlansa, buning ma'nosi nima? Bunda savol qo'yishimizning sababi bunda. 6 ayning 25-kun tashqi ishlar ministri Chingan g'oyib bo'lib ketdi. 7 ayning 25-kun Chinganning tashqi ishlar ministrlik vazifasi ilib tashlandi. Bugün endi hozir Chinganning davlat mahkamasiga a'zolik huquqi elib tashlandi. Butunlay bekor qilindi degan.
to'rbetlerde Çingang'da mesele çıkandı bu adam Amerika paras idi deydigan bir gepler köp davran kılınmasın otturgu çıkan idi vatandaş. Mesela muşundaq bir kişini hem de Amerika paras bolsun dep turaylı hazırça muşundaq bir kişinin vazifesini elip taşlayıp etip Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaga yetib kelib, Amerika siyosiy yo'llariga nima deb javob berishi va nima deb mas'ul topshirishi mumkin masala bu yerda vatandosh. Mesela bu mas'ul topshirish degan gap asal eg'ir ketdi. Nima desiniz? Mesela Çingang'ning vazifasi elib tashlanganligi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy yo'llari qanday tushuncha berishi mumkin bu bir gap. İkincisi, Devlet Müdafiə Ministri Li Shangpo tünügün elib taşlandı əməlidən deyli. Li Shangpo'nu aynı çağda Amerika Qo'shma Shtatlari embargo qilgan adam, qurol-yarog' savdosi qildi degan gibi. Embargo qilgan adam. Bu qatam uning vazifasi elib tashlandı ki, uning elib tashlanishidagi asosli maqsadlarning nima ekanligi hozircha aydan emas. Ya siyosiy maqsad yoki iqtisodiy paraxo'rlik bir nima degan gaplar hozircha mavjud emas vatandosh. Muşu iki mesele boyunca aytganda Amerika'da nima deyish mumkin? Üçüncü meseleni qo'yaylik. Mesela Wang Yi kelishdan avval qilmish 2 kun ichida mesela Li Shangpo vazifasida elib tashlandi. Çingang davlat mahkamasining a'zoligida elib tashlandi Li Shangpoga o'xshash. Uningdan keyin bir kechada 7 milliard yuan yoki dollar ziyon solish bedeliga Tayvan Poşkan şirketinin başlığı yoki mudiriyat başlığı Go Tayman qizarib verdi. 3 adam Go Tayman Tayvanlik, Çingang sobiq tashqi ishlar ministri, Li Shangpo sobiq davlat mudofaa ministri. Mushu 3 odamni shundoq tezlik bilan bir taraf qilib Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaga kelib nima deyish mumkin yoki bu ishlarni qanday tushuntirish mumkin? Masala shu yerda vatandosh. Endi agar sizga 10 ayning 16 kuni 17 kunlari biz sizga aytdik, masalan Maltada ko'rishdi. Maltada ko'rishish, masalan tashqi ishlar ministri Çingang, Jungoning davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Amerika Qo'shma Shtatlarining Malta bu ism belgilik ism deb o'tgan ishlarga tahlil qilgan edik. Odatda Maltada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti nəhayət cho'ng mavqeda ikinci bir davlatning arboblari bilan ko'rishadigan ish. Bu qatam Maltaning darajasi sal tuvalladi degan gap. Nima ish qilsangiz diplomatlar. Amerika Qo'shma Shtatlari diplomati bilan Jungo diplomatlari Maltada ko'rishdi degan gap. Maltada ko'rishgandan keyin cho'ng davlatlar munosabati agar tarixdagi Gorbachev bilan ko'rishgan Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq va marhum prezidenti George H.W. Bush Şu vaqtda Maltada ko'rishgandan keyin Gorbachev qaytarib beribla Moskvada dekret ya buyruq imzo qo'yib Moskva Bolşevistik partiyasining tarqalib ketishiga buyruq berdi vatandosh. Shundaq jiddiy edi. Hozir endi 16-17 kunida uchrashdi, 10 ayning 9 ayning uchrashdi. Mushundaq ahvol ostida Maltadan keyingi yig'in yoki Maltadan ko'rishdan keyingi vaziyat qarasak bugungi natija davlat tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika keldigan bo'ldi. Jungo bilan Amerika munosabati yaxshilanadigan bo'ldi. Yaxshilanadigan bo'ldi. Qarışalımız. Bütün dünya qarışaladı vatandaş. Her qanday iş, tinch yol ve tinchlik, asayish, gap söz bilen bir taraf kılınsa, bunu bütün dünya qarışaladı vatandaş. Muşuna ahval aslı biz baş koygan sual, mesela Jungo Kompartiyası nimede Amerika Qo'shma Shtatlariga yol koydu. Amerika Qo'shma Shtatlari nime meselede Jungo hükümetiga yol koydu. Jungo'nun ichki jihatiga qiyinchiligini, iqtisodiy qiyinchiligini hozir ko'rdik. Yani bu meseleni hal qilish dairesinden olqib ketdi. Bunu Jonan ham hal qilinmaydi, yana boshqasi hal qilinmaydi. Sebab uning yana bir xabarda shunday xabar keldi hozir. Sharqiy shimolga mablag' solgan
savdogarlar, chet el savdogarlarining hammasi chiqib ketdi. Şunu Şarkı Şimal'ın ahvali iqtisadi jihatdan eg'ir, markaziy hukumat hozir 1 trillion yuandan ortiq mablag' selishni qaror qildi Şarkı Şimalga. Tushundingizmi? Şarkı Şimalga shunaqa mablag' selishni qaror qildi. Hozir markaziy hukumatning dardi hukumat yoki markaz darajalik dard emas, tuvan darajalik, ya'ni tuvan darajalik hukumatlarning moliya krizisi. Bunu qandaq bir taraf qilish hozir bosh qotirayotgan muhim masala bo'lib qoldi Jungoda deyli. Yuqoridagi ahvolni yig'inchoqlab kelganda men baya tabiiy va ahamiyatli xabar deb ko'rsatdim sizlarga vatandosh. Kelar yili bahor bayramidan keyin Jungo iqtisodi uzil kesil gumron bo'ladi. Kelar yili bahor bayramining orpisi va undan keyin Tayvanlik savdogarlar bütün şirket zavodlarni taqaydi. Jungodagi shirkat zavodlarni taqaydi. Hazır edekani 3 adam Li Shangpu, Qinggang, Go Taiming. Bu 3 adamni bir taraf qilib etgan Rais Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib ko'rishib, prezident Joe Biden bilan San Fransisko yig'inida bu masalalarni qanday tushundirdi. Mushu orliqda kishilik huquq degan bir og'iz so'z yo'q vatandosh hozir. Endi ko'rishish boshlanmadi-ku. Bu to'g'rida qanday tilga oladi onu bilmaymiz vatandoshim, biroq kishilik huquq degan bir so'z bunday ahvolda tushib qoladigan bo'lsa odam ko'ngilsiz bo'lib qoladi ekan-ku inson degan vatandosh. Inson shunday ojiz ekanki, inson shuna bo'lib qoldi ekan. Endi kishilik huquq qanday muomala qildi bu qatim prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping San Fransiskoda uchrashganda bu masalalar tilga ilinamdi va yoki oxirgi putishma belki 74 yıl içinde Prezident Joe Biden hükümeti bilen Jungo hükümeti oturursa elip verilgan sohbetle katı sohbetle vatandaş. Nancy Pelosi hanımның Tayvan'ı ziyaret kılışı 2021 yıl 3. ayının 18. alyaskı sohbeti. Bula katı sohbetle vatandaş. Muşu neticelerine qarta kişilik hukuk meselesi bu işi Prezident Joe Biden bu da qandaq natijalarga erishishi mumkin. Mushu masala bilan kechani bosh qo'yib degandek odam uflamay chiqqan gap vatandosh. Bu vaziyat hozir mina jiddiy. Qani buni bir ko'raylik deb hurmatli vatandoshim, bugun buni sizlarga topshirdik vaziyat.